Olmaylar, hammaga xayrli kech. Hop 2026-yil 19-fevral soat 12 bo'lyapti. Biz Shaharstanskiydan Yunusoboddda. Mana bizani skuter ko'rayotgan bo'lsa, Tinibashni. Tinibashni oldi. O'zim ham yuryapti. Hop, yengilligim Yandexim qaytib ochildi. 1000 kunga blok bo'ldim, 3 yilga. Yandexim yana qaytib yoqib berishdi. Bir haftalar bo'ldi. Bugun chiqaman dedim, ozgina o'zgarishlar bo'lgan ekan. Yandexda o'shanga shu o'zgarishlarga sal tushunmaganim, keyin smellik qolmagan hisobiga ertadan kunduzdan chiqadigan bo'ldim. Bugun yana o'zimda ishlayapman, faqat Yandex popkasida. Negativlar bo'lmasa, Yandex popkasida o'zimda ishlayapsiz yoki o'zimning popkasida Yandexda ishlash shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Kechqurun 12 Yunusoboddda smey olganman. Uyim bu yerdan hozir 10 km uzoqda. O'shanga popkani o'zgartira olmayman. Shu sababdan hozir Yandex popkasida o'zimda ishlaymiz. Hop, mana buni ayamimizni qizartirib qo'yamiz. Podpiska bo'lmaganlar podpiskani bosib qo'yinglar. Xursand bo'laman. Hozir Ramazon oyiga boshlangan hisobiga sal anaqada uzumda sal zakazda kamaygan. Hozir kechki smeyga o'taman, kechki smeyda ishlayman deb plan qilyapman. Sababi kunduz unaqa zo'r zakaz bo'lmadi, bugun ishlab ko'rdim. Kechqurun keyin tinchroqda, sal qanaqadir uzoqroq joylarga tashlash mumkin, lekin kechqurun bo'li ozginadan keyin mashinalar kamayadi, ko'chalar ham bemalol bo'lib qoladi. Shuni hisobiga ishlasa bo'ladi. Hop, hammaga yaxshi kayfiyat, kuzatishda davom etinglar. Podpiska bo'lmaganlar podpiskani bosib qo'yinglar. Like'larni ayamaymiz. Hammaga rahmat.